Haromdan topilgan pulga mazza qilib, ishtahasi karnay bo'lib, ovqatlarni tirnovkalar qilib, maslakrat bo'lib yurgan itlar. Humoyun To'xtamurodov, Azamat Ahrorov. Men 2-3 kundan oldin bo'ldi, boshqa gapirmayman dedim, borib buni o'zi vijdonan olib tashlash kerak dedim. Kecha bitta janoza bo'ldi, 21 yoshli bolani. Uydan 74 ming dollar pul ishlatib qo'yibdi. Sallarni har xil mana shunaqa reklamalaringni ko'rib o'ynaganda qimorni. Odam bo'llaring, ertaga o'zlaring yaqinlaring, kimdirlaringdan mana shunaqa qimorga o'tirib, o'ynab yutqizib qo'yib, mana shunaqa qaqshatganda, yo'q qanaqadir uyingda janozani ovozi eshitilib qolgandan keyin bor, o'sha kech bo'ladi. Birat, men o'zim ham gazandaman, o'zim ham rosa ko'p gunoh qilganman. Prosta mo'minga oynadir bir sanlarga eslatib qo'yayman, yaxshi ko'rganim uchun. Bunaqa tufta bola bo'lmalaring, iltimos, to'xtatlaring. To'xtamasa mana shu 3 kun ichida mahallalaringga borib gapirish kerak sanlarni. Bor, rupper olaman deb baqirib yuraman. Azamat, qimorvoz, Humoyan deb qo'qonlarda baqirib yuraman, bor. Lekin yaxshi bo'lmas ekan senda.